Mang'itning sentridan zo'r tochkada, xudo xolasa biznes sentr qilaman, mehmonxona qilaman, yo bo'lmasa media parkda ideyani mana shu yerga sentrga ko'chiraman degan aka-akalarimiz uchun sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. Borimiz Nukus Yankadan masjid tarafga qarab keltirganimizda, ya'ni Afruza kafening qaptonida oldingi mikrokredit bankning zdaniyasi, mana shu yerimiz xudo xolasa 10 sotikdan iborat. Shu yerimiz sotuvga qo'yilyapti. Endi borimizda batafsil ma'lumotlarni video davomida tanishtirib o'tamiz. Undan oldin siz YouTube kanalimizga podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Har video qo'yganimizda sizga borib turadi. Like bilan kommentariyani ayamaysiz degan umiddamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Video davomida xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Binomizning lokatsiyasi bu yog'imizda Nukusda yangidan svetofordan binomizning lokatsiyasi Nukusda yangi svetofor. Svetofordan masjid tarafga qarab yurganimizda Ko'lkankaning aptegining ma'nayida. Bu yog'imiz masjiddan keltirganimizda o'ng qo'limizda mana shu, ya'ni oldingi mikrokredit bankning zdaniyasi sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimizning umumiy maydoni 10 sotikdan iborat bo'lib, mana shunday ko'rinishda. Uyingalari mana shu yergacha deyilyapti chegaramiz. Xudo xolasa o'zlaringiz bir qator gaplashib, ko'rib, dokumentlarni tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Bo'rimizda endi hozirgi kunda arendaga berib qo'yibdilar. Mana shunday ko'rinishda. Bo'rimizning razmerlari bo'lgan bo'lsa, fasad tarafi aytishlari bo'yicha 20-25 metr chiqadi, orqa tarafini bo'lgan bo'lsa 45-50 metr chiqadi ekan. Endi bo'rimiz binomizda bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Hozirgi kunda binomizda ijarada mebelga doir narsalar sotilyapti ekan, mebel jihozlarini ehtiyot qismlari deydi-ku. Bu yoqimiz meniki birinchi xonasi, meniki ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yoqimiz bo'lganimizda ikkinchi xonasi ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p, Mang'itimizga bizlardan gostinsiya kerak, gostinsiya quradigan aka-akalarimiz uchun bu zo'r vizit bo'ladi. Mana bu yoqimiz, meniki ko'rsangizlar bo'ladi. Yana bir xonasi, bu yoqimizdan bor xonasi. Bu yoqimizdan bor. Ya bo'lmasa, bu yerga biznes sentr zo'r etib tushirsa bo'ladi. Moshina qilib, borimiz meniki koridori, bu yoqimizda ko'rsangizlar bo'ladi. Bo'rimizda kassasi bo'lgan mikrokredit bankning, bu yoqimizda seyflari hamma narsasi joylashgan. Xo'p, bu yoqimizda meniki yana bir xonasi. Mana kichkina xonasi meniki ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yoqimiz yana bir xonasi ko'rsangizlar bo'ladi. Endi bu yerga zo'r qilib biznes sentr tushirsangizlar ham bo'ladi, mehmonxona tushirsangizlar ham bu yerga zo'r qatib ketadi. Sababi sentr bizlarning Mang'itimizga ham zo'r mehmonxona kerak. Mana shunday xudo xolasa turistlar oqimidan zo'r o'tib bu yerdan. Mana shunday biznesni yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa mehmonxona qatdan bo'lsangiz bir reklama bizlardan bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, bu yerimizning yana bir plus tarafi bu zdaniyaning orqa tarafi, ya'ni ko'chaga chiqadigan darvozalardan bor. Har yoqda to'g'ri ko'chaga chiqib, uqayga chiqib ketsangizlar ham bo'ladi. Mana shu yerlari plus tarafi hisoblanadi sizga. Ko'rsangizlar bo'ladi meniki. Mana shu yerimizga chiroyli etib biznes sentr tushirsangizlar ham mana shunday zo'r proyektda tushirsangizlar bo'ladi. Endi narxlari hammasini bir qator sizlarga tanishtirib gapirib o'tamiz. Bo'rimizning narxini aytishdan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa sizlarga ham manfaati bo'ladi. Like bilan kommentariyani xudo xolasa chiroyli etib bosib qo'ysangizlar, xursand bo'lamiz. Xo'p, bo'rimizning dokument hamma narsasi soz deyilyapti. O'zlaringiz uchun yana bir qator tekshirtirib olasizlar. Yana tayin, misol uchun zo'r bo'rimiz. Iboy zdaniyani tushirsa bo'ladi. Mehmonxona qilsa ham bo'rimizga zo'r qatib ketadi. Mang'it shahrimizga bir chiroyli mehmonxona kerak baribir. Endi bo'rimizning narxini 125 ming ko'ginda aytilyapti. Niyadan ochib tortib kelishdan yerlari bor deyapti. Xudo xolasa chiroyli etib zo'r muomalani qilsangizlar, zo'r qilib menimcha zo'r narxda qilib beradi. Bo'rimiz zo'r lokatsiyada 10 sotikli, dokument hamma narsasi natural. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, opsiyanada telefon nomerlarini qoldiraman, o'zlarini bog'lanib, gaplashib, xudo xolasa baraka qilsangizlar bo'ladi. Mana shunday yerlardan joy o'rin, mana shunday do'kon o'rinlar izlab yurgan, biznes uchun o'rinlar izlab yurganlarga yuborib qo'yamiz. Atak sizlar bilan Mang'it Makali kanali har doim sizlar bilan aloqadamiz.